Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan bo'lasiz? Qo'qondan. Joningiz sog' bo'lsin. Bu hayotga tayyormisiz? Tayyormiz. Qarang, savolim. Oilaviy hayotda xotin bir-biri uchun o'zgarish kerakmi yo boricha bir-birini qabul qilish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zi hayotda o'zgarayotgan jihati bo'ladi odamni. Keyin qabul qilayotgan jihati bo'ladi-da. O'zingizga misol uchun avvalo o'zgarishga harakat qilsangiz, kimdir uchun hali majburlik bo'lmasi kerak-da, lekin ozgina majburiyat ham bo'lishi kerak-da. Ikkalasi ham bo'lishi kerak. Xo'p, o'shani qanaqa qilsa bo'ladi? To'g'rilab shu oila baxtli bo'lishi uchun, shu oilani mustahkam qilish uchun nima qilish kerak? Qanaqa harakat qilish kerak? Avvalo erkaklar o'z majburiyatini bilishi kerak. Xo'p, O'z erkaklikda o'sha nimasini, tabiatdan kelib chiqib, o'zini erkakligini ayolga singdiralsa, ayol o'shanga qarab harakat qiladi. Hozir misol ko'payib ketyapti, misol erkaklar ham xotinlar ham pashtalik gender tenglik deyapti-ku. Gender tenglikka rozi bo'lib qolyapti-yu ko'pchilik. Haligi qandaydir baribir ichidan odam noroziroq bo'lish kerak-da bu fikrga. Chunki erkak baribir bir pog'ona yuqoriroq bo'lish kerak-da. Bu hayotda haqiqat degani tenglik degani narsa emas-da. Haqiqat degan narsa bu boshqa narsa. Tenglik degani bu haqiqat bas. rahmat.